O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi oldidan tuman shaharlarda, mahallalarda bayram tadbirlari, tantanalar tashkil etilmoqda. Boyovut tumanidagi markaz mahallasida ham bayram tadbiri o'tkazildi. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz degan bosh g'oya asosida o'tkazilgan shodiyonadan muxbirimiz xabar qiladi. Mustaqillik, erk, mehr, muhabbat madhi. Bugun shahar va qishloqlarda, katta kichik mahallalarda bayram shukuhi. Boyovut tumani markaz mahallasida ham o'ziga xos shodiyona tashkil etildi. Tuman hokimligi tashabbusi bilan o'tkazilgan mazkur tadbir O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan shodiyona unutilmas tantana tusini oldi. So'zga chiquvchilar tomonidan qayd etilganidek, mamlakatimizdagi tinchlik va osoyishtalik, odamlarning hamjihatligi kelajakni qurishda eng muhim asosdir. Madaniyat xodimlari, elimiz suygan san'atkorlar tomonidan kuy qo'shiqlar ijro etilar ekan, o'zaro hamjihatlik, mehr oqibat tarannum etildi. Umidli yosh xonandalar boyovutliklarga ustozlar va o'z qo'shiqlaridan tuzilgan guldastani taqdim etgan bo'lsa, elimiz suygan san'atkorlar ijrosida sevimli qo'shiqlar jarang sochdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Anvar G'aniyevni markaz mahallasi ahli o'zgacha xursandchilik bilan kutib oldi. Mustaqil davlat sifatida yuksalib dunyo sahnida o'z o'rniga ega bo'lgan O'zbekistonning yutuqlari va xalqimizning intilishlari e'tirof etildi. Qo'shiqlar ko'ngillarni, hayotni tarannum etdiki, yosh va keksa uchun bu oqshom unutilmas kunga aylandi. Mana shunday yurtda, tinch, osuda yurtda yashayotganimdan nihoyatda xursandman. Avvalambor prezidentimizga katta rahmat. Boyovutlik onalar nomidan yaqinlashib kelayotgan O'zbekistonimizda 35 yillik bayrami bilan tabriklayman. Barcha yutuqlar asosi tinchlikdir. Odamlarning kayfiyati yuqori bo'lar ekan, yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz.